Mana shu fermerlarimiz salomat bo'lsin. Paxta planlari to'ldi, qoyil qilib bajardi hammasi. Qaysi viloyat bajargan bo'lsa, men televizorda ko'rdim. Hammasi chiroyli gaplarni gapirdi. Men poylab o'tiribman, 12 ta viloyatimiz bo'lsa, masalan, hammasida bir xil gap ketdi. Nima deydi? Shu yerda shudgarda chuqurroq haydaganligimiz uchun shu chigitni vaqtida ekib qaraganligimiz uchun go'nglarga silitrani aralashtirib, molni go'ngiga tovuqnikini aralashtirib, shu sepganligimiz uchun mana paxta planlari bajarilib ketdi. 55 sentrdan paxta oldim. Zo'r bo'ldi. Boshqasi gapirsa ham shuni o'zi. Birortasi ob-havo yaxshi keldi, bu yil paxta yili bo'ldi demaydi. Mana noyabr bo'lishiga qaramasdan biror marta yomg'ir yog'madi. Hammasini birinchi so'lga topshirdik. Ob-havo ham zo'r keldi. Bu Alloh tomonidan deyyor. Nima deydi? Yerda chuqurroq haydaganligimiz uchun suvni 4 marta emas, 5 marta quyib yubordik. Mashik urib ketdi paxtalar. Ko'saylar ham mayli bo'lib ketdi. Ochilganda mayli bo'lib ketdi hammasi. Zo'r bo'ldi-da deydi. Nima uchun o'tgan yil planni bajarmading? Demak, sen chuqurroq haydamagansan. Silitrani sepmagansan. Go'ngni ham aralashtirib bermagansan. Nega endi buyurishlik qildik? Endi yangilikni ko'ramiz bor yangi yilda. Agar mobodo xudo ko'rmasin bitta ikkitasi plan to'lazmay qolsa, bahona tayyor. Nima deydi? Ob-havoning noqulay kelganligi tufayli. Birinchi bahona ob-havo. To'lmay qolsa ob-havo, to'lib qolsa zo'r ishladim-da. Bir haligi metr qilib ariq qo'shib kovlaverib yerda deydi. Yer nima deydi? Zo'r bo'ldi, sho'rlarni yuvdim deydi. Mana shunaqa zo'rmanda deydi. Plan to'lmay qolsa ob-havo bo'lja injiq keldi. Tinmay yomg'ir yog'di, may oyining oxiriga to'g'rim kutdik, chigitlik iloji bo'lmadi. Oxiri yerang oyi bor deydi, nima qiladi ekan. Qolgan joylar iyun uyilga qolib ketganligi uchun boshqa narsa bo'lmaydi. Qovunlik bordi bu yoqqa. Bir 10 gektar yer qolib ketadi, unga haligi kuzgi tarvuz ekib bordi, nima bo'lsa bo'ldi deb. Shu bilan tamom deydi. Qarang, demak o'tgan yil ishlamagan ekanda. Endi mana shu har yil to'lish kerak. Chunki shu yilgi narsani keyingi yilga qaytarishimiz kerak. Har yil to'lsa, cho'ntak to'la pul bo'ladi, banklar ham sizlar bilan aloqa qilish boshlaydi. Bayram bo'laversin. Haqiqatan ham bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarda bo'lib olgandan keyin traktorchi bilan g'o'zapayani qadri oshib ketdi. Ishoninglar, bir bog' g'o'zapayaga 10 bog' gul beryapti hozir.